Assalomu alaykum, hurmatli Mebel 847 kanali a'zolari. Quyidagi buyurtmamiz haqida yana ma'lumot berib o'tsak, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Xo'p, 2 ml yana PVH oq materialdan tayyorlanadi. Bu ham shagrin material hisoblanadi. Chizilmaydi. Xo'p, mana ichki tomoni polkasi bor. Shanrlarimiz dabotchiklik o'zi tortib oladi. Bu televizor postavka hisoblanadi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Ruchkalari ham nejivika ruchka. Mana oyoqlarga e'tibor beramiz. Juda ham zamonaviy holatda qilingan oyoqlarimiz. Bu esa mebelimizga juda ham ko'rk berib turibdi. Xo'p. Bu esa o'sha inson postavkada zakaz qilgan insonni yana bir buyurtmalari, ya'ni qizlari uchun dars tayyorlashlari uchun parta va shkaf. Ko'rishingiz mumkin. Shkafimiz mana polkasi olinadi. Xohlasalar kengaytirib, xohlasalar kichraytirib qo'yish mumkin. Bu esa unvonlari, faxriyorlarni qo'yish uchun joy. Hop, 2 tortmadan iborat bo'ldi. Shkafimiz 180 ga 72 razmerda, partamiz 90 ga 60 razmerda, bo'yiga 80 bo'ladi. Xo'p, mana bu tortmalarimiz. Ruchkalarimiz nejivika. Tortmalar o'zi tortilib qoladi. Dabotchiklik roliklardan ishlatilgan. Mana hozir ko'rsataman. O'zi sekin tortib ketadi. Oyoqlari ham mustahkam. Mana ko'rishing, shanrlari ham hattoki dabotchiklik shanrida o'zi tortilib ketadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'p, buni eni aslida standartida 36 bo'ladi, lekin biz shkaf enini 45 qilib tayyorladik. Ya'ni ko'proq kitoblar sig'sin dedik. Xo'p, bu yerda lampochkasi ham bo'ladi. Bu yerga esa rozetka va pulchator o'rnatamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bu komplektimiz yoqqan bo'lsa, narx yuzasidan narx qiziqtirsa, kommentariyga plus belgisini qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.